Assalomu alaykum barchaga. O'tgan haftada sizlarga va'da berilgan darsligimizning ikkinchi qismini bugun sizlarga taqdim etamiz. Aynan o'sha ma'lumotlarni real bozor holatida qanday ishlatish bo'yicha bir qancha tavsiyalarimizni berib o'taman. Undan tashqari video pastida Telegram sahifamizning silkasi joylangan. Kirib turib o'zingiz uchun foydali bo'ladigan bir qancha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Videoni layklaringiz bilan va kommentariyaringiz bilan qo'llab-quvvatlang. Biz esa boshladik. Endigi vaziyat aynan tillardagi tahlillarga yuzlangan. Xo'p, e'tibor qaratasiz, bizda tillar mana bu vaziyatlarda tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda edi va bizda narx o'zimizdagi kuchli nuqtalarni buzib o'tgandan so'ng va narx mana bu nuqtalardagi imbalanslardan savdo bitimlari ochilmaydi. Nima uchun deganda, hali mana bu nuqtada hali bozordagi kuchli nuqtalar buzib o'tilmaganligi sababli bu nuqtalardagi ya'ni FVG nuqtalardan bay savdo bitimlarini ochish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Endi bizda narx aynan mana shu imbalans nuqtalarimizni to'ldirganidan so'ng keyingi o'suvchan harakatlarni shakllantirgan va narx bizda aynan mana bu vaziyatlarda yana bir imbalanslarni qoldirgan va narx imbalansning yonida likvidliklarning qoldirganligini ham guvohi bo'lmoqdamiz va narx bizda aytaylik kelib turib mana shu likvidlikning olinish mobaynida va imbalansning to'ldirilish davomida savdo bitimlarini ochish aslida maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi birin-ketin narx harakatlarini davom ettiramiz. Bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi mumkin. Xo'p, asosan mana shu nuqtalardagi imbalanslardan yoki imbalansning 50% dan to'g'ridan-to'g'ri savdo pozitsiyalari ochish aslida mumkin. Stop losslarni endi har kim har xil joylaydi. Kimlardir oxirgi minimum nuqtada joylashi mumkin, yoki kimlardir bozorning kuchli bo'lgan minimum nuqtalarida joylashi mumkin, yoki kimlardir aynan FVG ning pastki nuqtalarida joylash ham mumkin bo'ladi, lekin o'zi to'g'riroq versiyasi aynan bozordagi minimum nuqtalarga joylash aslida eng to'g'ri yechim sanaladi. Endi nisbatlarni o'zingizga qarab, 1:2 nisbatlarida yoki 1:3 nisbatlarida joylab borishingiz aslida mumkin bo'ladi. Birin-ketin narx harakatlarini kuzatamiz. Bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi mumkin. Guvoh bo'layotganingizda narx kelib bizda likvidliklarimizni yechdi, likvidliklar yechilganidan so'ng imbalanslarimizni to'ldirib, tendensiyasi bo'ylab davom etmoqda. Va narx mana shu nuqtalardagi kuchsiz nuqtalarning buzib o'tilishi va narx mana bu yuqori nuqtalarda qanaqandir imbalans nuqtalarimiz qolgan bo'lsa, imbalanslarga qarab yoki qandaydir yuqoridagi likvidliklarga qarab turib harakatlanishi ham aslida mumkin bo'ladi. Kuzatamiz birin-ketin narx harakatlarini, bizda bozor qanaqangi narx harakatlarni ko'rsatar ekan. Aytaylik, o'zingizning tabingizga qarab mana bu nuqtalarda shakllanayotgan keyingi masalan blok nuqtalaridan yoki order flow nuqtalaridan tendensiyasi bo'ylab yana savdo bitimlarini ochib borish aslida xato bo'lmaydi. O'zi maqsadli ravishda oladigan bo'lsak, agarda narx kelib mana bu yerdagi maksimum nuqtalarimizni aytaylik buzib o'tadigan bo'lsa, shu nuqtalarda savdo bitimlarimizni qo'rqmasdan bez ubitkaga o'tkazib olishimiz aslida mumkin bo'ladi. Ya'ni BU qilib qo'yish mana shu vaziyatlarda o'zi asosan shakllanadi va likvidliklar yechilganidan so'ng asosan stop losslarni bemalol nolga ko'tarib qo'ysak ham o'zi aslida xato bo'lmaydi. Endi bizda narx impulsiv harakat, korreksion harakat, keyingi impulsiv harakatlarni shakllantirmoqda va kuzatamiz bizda narx qanaqangi harakatlarni shakllantirar ekan. Endi aytaylik narx bizda pastki minimumlarda shakllanayotgan likvidliklarimizni yechmoqda va agarda narx, ya'ni bu mavzuni nasib bo'lsa sizlarga keyingi nuqtada nazariy qismlarni ko'rsatib beraman va narx bizda mana bu vaziyatlarda o'zidan oldingi pastki minimumlardagi likvidliklarimizni yechdi. Likvidliklar yechilganidan so'ng agarda narx aytaylik mana bu nuqtalardagi maksimum nuqtalarimizni buzib o'tadigan bo'lsa, mana shu nuqtalardan keyingi mana bu yerdagi order blok nuqtalarida yana bir savdo bitimlarini ochib borishimiz mumkin bo'ladi. Kuzatamiz, qani narx bizda qanaqangi harakatlarni shakllantirar ekan. Endi, xo'p, bizda narx, ya'ni mana bu maksimum nuqtalarimizni buzib o'tgandan so'ng o'zi aslida mana bu nuqtalardagi order blok nuqtalaridan yana savdo pozitsiyalarini asosan ochib borish maqsadga muvofiq bo'ladi va stop losslarni mana shu nuqtalardagi minimumlarga va take profitlarimizni bemalol 1:3 va 1:4 nisbatlarda joylab borishimiz mumkin bo'ladi. Kuzatamiz, qani narx bizda mana shu nuqtalarda ochilgan
blok nuqtalarimizdan reaksiya oladimi yoki yo'qmi? Imkon qadar sizlarga bugun harakat qilaman. Mana bu yerdagi imbalanslar mavjud. Imbalanslardan ham narx reaksiya olishi mumkin va kuzatamiz, qani narx bizda qanaqangi harakatlarni shakllantirar ekan. Xo'p, bizda narx demak agressiv ravishda o'suvchan harakatlarni shakllantirdi va bu nuqtadagi savdo pozitsiyalarimizni ochmadi va mana bu nuqtadagi 1:2 nisbatdagi savdo bitimlarimizni demak yo'qkanligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Keyingi narx harakatlarini kuzatamiz. Bizda impulsiv harakatlar, korreksion harakatlar va aytaylik keyingi impulsiv harakatlar shakllanishda davom etmoqda va narx harakatlarini birin-ketin kuzatamiz. Narx bizda demak kelib mana bu nuqtalarda shakllanayotgan blok nuqtalarimizdan va pastki mana bu likvidliklarni yechgandan so'ng agressiv o'suvchan harakatlarni shakllantirdi va tabiiyki narx agressiv o'suvchan harakatlardan so'ng aytaylik korreksion harakatlarni shakllantirishi yoki agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirish ham mumkin bo'ladi. Kuzatamiz narx harakatlarini bizda qanaqangi narx harakatlari shaklanar ekan. Bizda narx demak mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimizdan asta-sekinlik bilan reaksiya olishni boshladi va kuzatamiz. Xohlasangiz agar mana shu nuqtalardan ham demak savdo bitimlarini ochib borishingiz mumkin. Keyingi nuqtalarni kuzatamiz. Agarda keyingi nuqtalarda narx yana bitta imbalansni shakllantiradigan bo'lsa, narxga qarab turib yana savdo pozitsiyalarimizni ochib borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak narx bizda yuqorida imbalans shakllantirmadi, aksincha demak narx bizda agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda va narx mana bunaqangi agressiv harakatlar bilan aytaylik mana bu nuqtalarda shakllanayotgan qolib ketgan imbalans nuqtalarimizga yetib kelsa, bu vaziyatlarda demak shoshma-shosharlik qilib bay savdo bitimlarini ochish tavsiya etilmaydi. Imkon qadar sizdagi mana bu imbalans nuqtalariga ya'ni kuchli emas, kuchsiz harakatlar bilan yetib kelsa agar anchagina maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana bu nuqtada kuch bilan, ya'ni kuchli harakatdan so'ng kuchsizlik ko'rsatib, imbalansdan reaksiya olib, keyingi agressiv o'suvchan harakatlarni shakllantirganida. Endi kuzatamiz, qani narx bizda qanaqangi harakatlarni shakllantirar ekan. Narx bizda demak mana bu nuqtalarda shakllanayotgan kuchli bo'lgan minimum nuqtalarimizni aytaylik buzib o'tdi. Kuchli nuqtalarimizni buzib o'tgandan so'ng kuzatamiz, qani narx bizda mana bu yuqori nuqtalarda imbalans shakllantirgan va yana bir narx harakatlarini kuzatamiz. Qani narx bizda qanaqangi shamlarni shakllantirar ekan. Xo'p, bizda narx aynan mana shu vaziyatda aytaylik yana bir imbalansimizni demak qoldirdi. Mana shu nuqtalardagi imbalanslarimizni belgilab olamiz. Mana bu nuqtalarda demak bizda imbalanslar mavjud va aytaylik ikkita imbalansni tutashgan joyi ham demak ancha kuchli nuqtalar deb sanaladi. Ya'ni bu nuqtalarni ham imkon qadar sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ya'ni ikkita imbalans tutashgan nuqtalari aynan demak kuchli nuqtalar sanaladi. Bu asosan demak double imbalans deyiladi. Ya'ni ikkita imbalansning tutashgan nuqtasi. Aynan mana shu vaziyatda demak bular tutashgan nuqtasi bor. Aynan mana shu nuqta imbalansning eng chiroyli nuqtalaridan biri sanaladi. Endi kuzatamiz narx harakatlarini. Qani narx bizda mana shu yerdagi imbalansning bo'lishi mumkin. Ba'zi bir xil holatlarda imbalansning 50% dan ham reaksiya olishi mumkin. Ya'ni mana bunaqangi harakatlar orqali mana shu nuqtalarda bizda demak imbalanslar mavjud. Kuzatamiz, narx bizda qanaqangi harakatlarni keyingi, ya'ni tushuvchan harakatlarda shakllantirar ekan. Ya'ni narx bizda agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirgandan so'ng tabiiyki albatta narx mana shu imbalans nuqtalarimizni to'ldirish uchun keladi va narx imbalanslarimizni to'ldirganidan so'ng savdo bitimlarini ochishimiz aslida maqsadga muvofiq bo'ladi. Narx bizda demak imbalansimizning 50% gacha yetib keldi. Kuzatamiz. Xohlasangiz agar bemalol demak tendensiyasi bo'lib mana shu imbalansning 50% dan savdo bitimlarini ochib, stop losslarni eng yaqin maksimum nuqtalarga joylab, nisbatlarni demak bemalol 1:2 va 1:3 nisbatlarida joylab savdo pozitsiyalaringizni tutishingiz aslida mumkin bo'ladi. Kuzatamiz, qani narx bizda 1:3 nisbatlarda demak bitta savdo pozitsiyamizni joyladik va kuzatamiz. Ya'ni qolgan vaziyatlarda agarda narx yanada qanaqandir kirish nuqtalarini shakllantiradigan bo'lsa, tendensiyasi bo'ylab yana savdo bitimlarini ochishda davom etamiz. Bizda savdo bitimlari ochilish boshlandi va narx bizda demak yuqoridagi likvidliklarni yechgandan so'ng narx demak bizga pastki likvidliklarni ham yechmoqda va narxning mana bunaqangi agressiv o'suvchan harakatlarida bo'lishi mumkin. Narx bizda aynan mana bu nuqtalardagi maksimum nuqtalarning demak likvidliklarni
yechishi asosan demak kutiladi va asosan fletlarda bo'ladigan yana bir katta holatlarda yoki ko'pincha bo'ladigan va sodir bo'ladigan vaziyat fletlardan so'ng fletning yana bir marta maksimum nuqtalari yangilanishi yoki yana ikkinchi marta yoki uchinchi marta ham ya'ni likvidliklarning yechilishiga guvoh bo'lishingiz aslida mumkin. Ya'ni kuzatamiz bizda narx demak adashmasam yana bir marta maksimum nuqtalarini demak yangilashi mumkin bo'ladi. Xo'p, demak narx bizda mana bu nuqtalarda shakllanayotgan pastki likvidliklarimizni yechdi. Pastki likvidliklarni yechgandan so'ng bo'lishi mumkin narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalanslarimizdan reaksiya olib keyingi tushuvchan harakatlarni shakllantirishi. Ya'ni mana bu nuqtalarda bizda imbalans nuqtalari mavjud. Mana shu imbalanslardan narx bo'lishi mumkin reaksiya olib keyingi tushuvchan harakatlarni shakllantirishi ham mumkin bo'ladi. Endi kuzatamiz, qani narx bizda qanaqangi tushuvchan harakatlarni shakllantirar ekan. Mayli, shu nuqtalarda demak tendensiyasi bo'lib bitta savdo pozitsiyalarini joylab qo'yamiz. Kirish nuqtalarimiz stop losslar bozorning maksimum nuqtalarida va take profitlarni bemalol 1/3 nisbatlarda joylashimiz mumkin bo'ladi. Qolgan narx harakatlarini birin-ketin birgalikda kuzatamiz. Bizda demak yana bir savdo bitimi ishga tushishni boshladi va asta-sekinlik bilan agarda narx kelib turib mana bu nuqtalardagi minimum nuqtalarni yangilaydigan bo'lsa, savdolarimizni bemalol demak bez ubitkaga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bizda narx adashmasam agar minimum nuqtalarni yangiladi. Minimum nuqtalarni yangilangandan so'ng bemalol stop losslaringizni bez ubitkaga olishingiz mumkin bo'ladi. Kuzatamiz qolgan narx harakatlarini qani qaysi nuqtalardagi likvidliklarning yechilishi orqali keyingi tushuvchan yoki o'suvchan harakatlar bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochishimiz mumkin. Ya'ni bu vaziyatda bozorning tendensiyasi tushuvchanligini hisobiga mana bu nuqtalardagi, ya'ni flat holatlaridan so'ng asosan tushuvchan harakatlar shakllanadi va narx asosan mana bu nuqtalarda shakllanayotgan teng bo'lgan maksimum nuqtalarga demak manipulyatsiya qilish mumkin. Ya'ni yuqoriga qarab turib harakatlanib, likvidliklarni yechib keyingi agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirish holatlari ham demak ko'pincha uchrab turadi. Kuzatamiz va narx bizda yuqoridagi mana bu nuqtalarda shakllanayotgan likvidliklarimizning barchasini yechdi va yechgandan so'ng adashmasam agar imbalans nuqtalarimizni 100% ga to'ldirdi. Ya'ni 100% ga to'ldirganidan so'ng agarda narx qanaqadir agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantiradigan bo'lsa, keyingi vaziyatlarda bemalol tendensiyasi bo'ylab shakllanayotgan order blok nuqtalaridan savdo bitimlarimizni ochishimiz mumkin bo'ladi. Kuzatamiz, qani narx bizda qanaqangi harakatlarni shakllantirmoqda. Narx bizda demak likvidliklarimizni yechgandan so'ng imbalans nuqtalarimizni to'ldirdi va narx bizda mana bu vaziyatlarda shakllanayotgan demak ichki harakatlarimizni buzib o'tganligi sababli keyingi nuqtalarda tendensiyasi bo'ylab bemalol ana endi sell savdo bitimlarini ochishimiz mumkin. Nima uchun deganda imbalans to'ldirildi, bozordagi likvidliklar yechildi va narx demak ichki strukturalarimizni buzib o'tgandan so'ng impulsiv harakatlardan oldingi mana bu yerdagi qarama-qarshi rangdagi shamlardan demak bemalol tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochib borishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni mana bu nuqtalar bizda keyingi bozorda shakllanayotgan order blok nuqtalar belgilab olamiz. Shu nuqtalarda agarda narx yetib keladigan bo'lsa, shu nuqtalardan demak tendensiyasi bo'ylab savdo bitimlarini ochamiz. Stop losslar bozorning maksimum nuqtalarida va take profitlarni xohlasangiz agar mana bu nuqtalardagi likvidliklarga joylashingiz yoki aytaylik mana bu pastki nuqtalarda shakllanayotgan pastki likvidliklarga qarab turib tortishingiz ham aslida mumkin bo'ladi. Ya'ni shu vaziyatlarda demak bizdagi savdo nisbatlari 1/6 nisbatlarida bo'ladi va kuzatamiz asta-sekinlik bilan agarda narx yana qanaqadir kirish nuqtalarini shakllantiradigan bo'lsa, yana tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochishda davom etamiz. Kuzatamiz bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanar ekan. Bizda demak savdo bitimi ochilish boshlandi. Ya'ni keyingi nuqtalarda agarda narx mana bu ichki likvidliklarni yechganligidan so'ng keyingi narx agressiv tushuvchan harakatlarida mana bu minimum nuqtalarni buzib o'tadigan bo'lsa, keyingi order blok nuqtalarida mana bu yashil shamlardan yana demak tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochib boramiz.
Xo'p, narx bizda demak aytilganidek tushuvchan harakatlarni shakllantirdi va narx bizda mana bu nuqtalarda yana bir order blok nuqtalarini shakllantirdi va shu nuqtalarda agarda narx yetib keladigan bo'lsa, shu nuqtalardan yana tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochib borsak bo'ladi. Stop losslarimizni ya'ni maksimum nuqtalarda joyladik, take profitlarimizni esa mana shu ya'ni pastki minimumlarda shakllanayotgan likvidliklarga qarab turib tortsak ham asosan maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuzatamiz, qana narx bizda qanaqangi harakatlarni shakllantirar ekan. Bizda narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimizni to'ldirdi. Xohlasangiz imbalans nuqtalaridan yoki imbalanslarning mana bunday qilib belgilab olamiz. 50% dan agarda narx yetib keladigan bo'lsa, shu nuqtalardan ham bemalol demak tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarini ochib borish asosan demak, ya'ni mumkin, ya'ni ochsangiz bo'laveradi yoki qanaqadir yana boshqa kirish nuqtalaridan savdo pozitsiyalaringizni ochib borsangiz bo'laveradi. Kuzatamiz, narx bizda demak o'zining agressiv tushuvchan harakatlarini shakllantirdi va narx mana bu nuqtalarda yana imbalanslarni shakllantirgan imbalanslarga yetib kelsa agar yana savdo bitimlarini ochib borsangiz bo'laveradi. Ya'ni mana shunaqangi impulsiv harakatlar, korreksion harakatlar, impulsiv harakatlarni demak inobatga olgan holatda tendensiyasi bo'ylab savdo bitimlarini ochib borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni videoning vaqti ko'p bo'lmasligi uchun imkon qadar qisqaroq qilishga harakat qildik. Ya'ni narx bizda ko'rib turganingizdek asosiy targetlarimizni oldi va biz kutayotgan asosiy narx harakatlarini shakllantirdi va mana bu nuqtalarda 1/3 nisbatdagi savdo bitimlarimiz adashmasam agar take profitlarida yopilgan bo'lishi kerak va hali bor ekan bu nuqtalarda va mana bu nuqtalarda shakllanayotgan bitta 1/6,5 va yana bir 1/7 nisbatdagi savdo bitimlarimiz demak take profitlarida yopildi va qolgan narx harakatlarini ham birgalikda demak kuzatamiz va adashmasam agar 1/3 nisbatdagi savdo bitimimiz ham demak ya'ni foydadan yopildi. Ko'rib turganingizdek savdolarimizning katta qismi foydada yakunlandi. O'rgangan bilimlaringizni imkon qadar ko'proq backtestlarda va real bozor sharoitlarida ishlatishga va qo'llashga harakat qiling. O'sha vaziyatlarda ko'proq manfaat olishingiz mumkin. Bugungi video darsligimizdan manfaat olgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.